Если жители Узбекистана большим праздником, Днем Победы, наша страна участвовала и в войне, и приняла кучу беженцев, ленинградцев особенно. Много заводов перенесено было сюда, оборонных заводов, которые помогали нашей стране в борьбе с фашизмом. Shu yaxshi kunlar ekan, g'alaba kuni bilan yurtdoshlarimiz, elimizni hammalarini, ulug' vatan urush qatnashchilarini, hammalarini chin qalbdan g'alaba kuni bilan tabriklayman. Hammani oilasida sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin. Har doim osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammaga g'alaba bayrami muborak bo'lsin. Hammani 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan hammani tabriklayman. Hammaga uzoq umr, shunaqa bayramlarni ko'p ko'rish nasib qilsin. Hurmatli shahrimiz va shahrimiz mehmonlari, sizlarni 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati nomidan tabriklaymiz. O'zbekiston temir yo'llarini tanlaganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz.